Oy. 3-oyga kelib, chaqalog'ingiz yanada sergak, o'zining hissiyotlarini yanada yaxshiroq ifodalaydigan, jismonan baquvvatroq bo'lib kelmoqda. Yangi tug'ilgan chaqaloqdagi ko'plab avtomatik reflekslar asta-sekin yo'qolib, o'rnini ko'proq ixtiyoriy harakatga bo'shatib beradi. Bu bosqichda chaqalog'ingiz atrofdagi dunyo bilan faolroq muloqotga kirisha boshlaydi. U sizga ko'proq tabassum qiladi, o'yinchoqlarni urib o'ynaydi, yoqimli kulguli ovozlar chiqaradi. 3 oylik chaqalog'ingiz o'rtacha qanchaga o'sadi? 3-oyda o'rtacha barqaror o'sishni kuzatishingiz mumkin. Vazni 700-900 gram, bo'yi 2,5 sm, bosh aylanasi 1,25 sm. O'sish to'satdan tezlashishi mumkin. Natijada chaqalog'ingiz bir necha kun davomida odatdagidan ko'proq och va bezovta bo'lishi mumkin. Chaqalog'ingiz 3-oyda nimalarni qila oladi? Yirik motorika. Qorin bilan yotganda bilaklariga tayanib turadi. Boshini ancha barqaror ushlaydi. Yon dumalay oladi. Nozik motorika. Qo'llarini kunning ko'proq qismida ochiq turadi. Barmoqlarini tekshiradi. Osilgan narsalarga qo'l tekkizishga harakat qiladi. O'zini parvarish qilish, o'zini ovutish yoki o'rganish maqsadida qo'llarini og'ziga olib boradi. Muammolarni yechish, buyumlarni kuzatadi, o'yinchoqlarga qiziqadi, yuzingizga qo'l cho'zishga intilishi mumkin. Ijtimoiy hissiy, osonlik bilan jilmayadi, hayajon yoki yoqtirmasligini ifodalaydi. Xonadagi odamlarni ko'zlari bilan kuzatib boradi. Qabul qilish qobiliyati, gapiruvchi tomonga boshini buradi, ovozlarga qiziqish ko'rsatadi. Ifodalash qobiliyati, kuladi, gapirganingizda ovoz chiqaradi, javob tariqasida g'uvullaydi. Chaqalog'ingiz nimalarni ko'radi, tushunadi va eshitadi. Tushunadi, ovozlarni qulaylik va e'tibor bilan bog'lashni boshlaydi. Ko'radi, harakatlanayotgan narsalarni kuzatadi. Tanish insonlarni ajrata oladi. Yorqin ranglar va yuqori kontrastli naqshlardan zavqlanadi. Eshitadi, tanish ovozlarga munosabat bildiradi. Kuylovchi ohanglardan zavqlanadi. Sizni ovozingizni eshitganda tinchlanishi mumkin. 3-oydagi uyqu. Bu yoshdagi chaqaloqlar ko'pincha uyqusini bir maromga keltira boshlaydilar. Ko'pchiligi tunda uzluksiz 5-6 soatgacha uxlay oladi. Ammo kechasi tez-tez uyg'onib turishi hali ham normal holat hisoblanadi. Jami uyqu 24 soat ichida 14-17 soat. Kunduzgi uyqu kun davomida bir necha qisqa uyqular hali ham muhim ahamiyatga ega. Farzandingiz rivojlanishini qanday qo'llab-quvvatlashingiz mumkin? Xavfsiz o'yinchoqlarni bola boshi ustiga yoki yonga qo'yib, qo'l cho'zishni rag'batlantiring. Chaqaloqning g'o'ldirashi va kulgusiga suhbat bilan javob bering. Bu erta muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Qo'llar, yelkalar va bo'yin mushaklarini mustahkamlash uchun har kuni qorni bilan yotqizib mashq qildiring. Chaqalog'ingiz o'z aksini ko'rishi uchun bolalar uchun maxsus ko'zgudan foydalaning. Ushlash, silkitish va urish uchun shiqildoqlar yoki yumshoq o'yinchoqlar bering. Shifokorga qachon murojaat qilish kerak? 3 oylik chaqalog'ingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Odamlarga tabassum qilmasa, qo'l, oyoqlarni deyarli harakatlantirmasa, mushaklari haddan tashqari tarang yoki juda bo'shashgan bo'lsa, ko'zlari bilan harakatlanayotgan narsalarni kuzatib bormasa, baland ovozlarga hech qanday munosabat bildirmasa. Xulosa, 3 oyligida chaqalog'ingiz yanada ijtimoiylashib, o'yinqaroq hamrohga aylanadi. Har bir tabassum, g'uvullash va qo'l cho'zish uning kuchi va aloqasi rivojlanayotganidan dalolat beradi. Shuning uchun u bilan ko'proq gaplashing, qo'shiq ayting va o'ynang.